Hammaga assalomu alaykum. Bugun turk tilida qaratqich kelishiga, ya'ni ning bilan egalik qo'shimchalarining ishlatilishini ko'rib o'tamiz. Qaratqich kelishiga kishilik olmoshlarga, ya'ni ben, sen, u, biz, siz, ularga qo'shilganda o'zgarmaydi, doimiy. Masalan, mening uyim, mening sinfim, mening maktabim, mening to'mkamda har doim bir xil shaklda keladi. Ammo boshqa so'zlarga qo'shilganda bularning unlilari to'rtga bo'linish qoidasi asosida o'zgaradi. A egalik olmoshlarida benim, senin, onun, bizim, sizin, onların shaklda unlilar qoidasi asosida qo'shilib keladi. Mana shu egalik qo'shimchalariga qo'shilgan ning hech o'zgarmaydi. Buni eslab qolamiz. Endi egalikka o'tamiz. Masalan, mening nimamdir demoqchi bo'lsak. Endi bu qanday bo'ladi? Unli bilan tugash va undosh bilan tugashga ko'ra farqlanadi. Agar biz egalik qilayotgan biror bir narsa unli bilan tugaydigan so'z bo'lsa, undosh harf bilan egalikni ifodalaymiz. Agar undosh bilan tugaydigan so'z bo'lsa, unli bilan boshlanadigan qo'shimcha bilan egalikni ifodalaymiz. Masalan, so'zimiz araba. Benim araba. Mening mashinam deymiz. Arabam. Bitta m mana shu yerda egalikni ifodalayapti. Senin araban. Onun arabasi. Mana undosh bilan boshlanadigan qo'shimcha s undosh arabasi. Mana bu a bo'lganligi uchun s kelyapti. Nimaga? Chunki bizda qoidamiz bor, a dan keyin keladi degan. Bizim arabamiz. Bu ham shu qoida asosida unlidan keyin undosh bilan boshlanadigan qo'shimcha va a dan keyin kelyapti. Sizin arabangiz. Onların arabalari. Mana a bo'lgani uchun mana bu lar zaten qotgan qo'shimcha. Arabalari ko'pliklarning larini olib keladi. Lari. Mana bu larni asiga qarab kelyapti. Keyingisi undosh bilan tugaganda. Benim kalemim. Mana bu i'ga qarab nuqtali i'ni olib kelyapti. Senin kalemin. Bu yerda ham xuddi shunday undosh bilan tugagan, unli bilan boshlanadigan egalik qo'shimchasi keladi. Onun kalemi bo'lganligi uchun bizim kalemimiz. Sizin kaleminiz. Onların kalemlari shaklda bo'ladi. Agar mana shular boshqa so'z bo'lsa, masalan aytaylik, unli bilan chanta bo'lsa. Chanta. Mana unli bilan tugayapti. Bittagina undosh bilan boshlanadigan qo'shimcha bu yerda yetarli bo'ladi. Ya bu ne olsun? Kitap olsun. Bu yerda endi kitobim deyil. Mana bu bizda yani ketchap qoidasi bor edi. P, ch, t, k dan keyin unli bilan boshlanadigan qo'shimcha kelsa, bular o'zgarardi. P, b ga o'zgarardi. Shunda kitabim shaklda bo'ladi. Mana a bo'lganligi uchun mana kelyapti.